MMA bo'yicha bahslashadigan juda ham bir sherik qidirib yurgan edim. Bugun men bilan Ahmadbek akamiz sherik bo'ladilar. Bu kishini bilasizlar, Sport.uz kanalini yurituvchisi va o'shani boshlovchisi desa bo'ladi. Juda ham bir MMA bo'yicha bir nima deyiladi, bir odamni bir qiziqtiradigan savol-javoblar qiladigan bir insonlar. Yana bir bor assalomu alaykum deymiz muxlislar. Bobur Qurbonov bilan YouTube kanalimizdasizlar. Bugungi mavzuyimiz juda ham bir qiziq mavzu, ya'ni so'nib borayotgan yulduz, ya'ni Kamaru Usman va yopilib yana ochilishni boshlagan Joaquin Buckleyni jangini bitta muhokama qilamiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, yakka kurash ixlosmandlari. Bugun biz Qarshi shahridamiz. O'zbekiston chempionati bo'lyapti. Kichik o'smirlar hamda yoshlar o'rtasida, ya'ni aralash jang sanatlari bo'yicha. Va bu yerda tabiiyki Bobur Qurbonov bo'lishi aniq edi va biz ko'rishdik Bobur Qurbonov bilan. Beixtiyor shu Kamaru Usman hamda Joaquin Buckley jangi haqida so'z ketib qoldi va buni biz tarixga muhrlashga qaror qildik. Shunday. Va shu tariqa bu podkast amalga oshyapti. Endi podkast desak qanchalik to'g'ri bo'ladi? Suhbat, bahs, munozara. Chunki o'zi mana shu gapimizni o'zi ham nima deyiladi, boshlanib ketdi-da, boyaga o'tirib, tasodifan stol ustiga o'tirib, jangni tomosha qilib turib, bahslashib ketib qoldik va men shu narsani muxlislarning ham fikri qiziq bo'lganligi va muxlislarga ham qiziq bo'ladi. Akamiz meni fikrimga qarshi chiqyaptilar. Bu nafaqat meni jahlimni chiqarishga sabab bo'lmasin, lekin asosli. Ya'ni bu kishi masalan hozir men aytaman, Kamaru Usman juda ham tajribali va UFCda ochko bo'yicha janglarni, ya'ni ochkolar hisobida jangni yakunlash bo'yicha birinchi o'ringa turadigan sportchilardan bittasi deyapman. Bu kishi aytadi, yo'q, Kamaru Usman teskarisi, Kamaru Usman ochkoga yutqizadi. Buckley Kamaru Usman yutib qo'yadi ochkoga deyapti. Bu yerda aniqlik kiritib o'taylik, Bobur. Siz o'sha ochkolar bo'yicha lider deyapsiz, Kamaru Usmanni. Men aytayapman, inkor qilmayapman. Lekin rekordlar qachondir buziladi deyapman. Shunday. Buni aksi ham bo'ladi deyapman va ayni shu jang shunday bo'ladi degan fikrni aytayapman sizga. Lekin qarang aka, men sizga yana bir marta shu narsani fakt qilib aytaman. Joaquin Buckley aka bu sprinter. Sprinter u birinchi, ikkinchi, boring mana 3-raundlarda zo'r ishlaydigan sportchi. Nima deyiladi? Uni muskulaturasi shunchalik o'ziga xalaqit beradigan darajada bo'lib qoladi, jangni oxiriga yaqinlashgandan keyin. Mana aytayapman, oxirgi janglardan biri, ya'ni Colby Covington bilan o'tkazilgan jang. To'g'ri, Colby Covington bir vaqtlar Kamaru Usmanga nima deyiladi? O'zini tarixidagi eng og'ir janglardan bittasini bergan. Lekin o'sha vaqtdagi Colby bilan hozirgi vaqtdagi Colbyning farqi bor. Udar ko'tarish va motivatsiya jihatidan Colby juda ham hozir pasaygan. Va o'sha Colby ham даже 2 raunddan keyin 3-raundda yutishni boshlagan edi. Lekin afsus, endi biz insonmiz, robot emas, jarohatlar xalaqit berdi. Va shuni aytamanki, Kamaru Usman Colby Covingtonchalik yuziga ko'p udar o'tkazib yubormaydi. Colby Covingtonda o'zi odatda kardio mashinadir edi-ku. Xuddi shunday. O'shani hisobiga ham fikringizga qo'shilaman. Colby Covington asta-sekinlik bilan ustunlikni qo'lga olyapti, lekin o'sha jarohat xalaqit berdi. Xuddi shunday. Lekin o'sha Buckleyni xatti-harakatini bevosita kuzatgandirsiz. Shuning uchun aytaman-da, lekin qarang, ikkalasi Colby Covington ham, Kamaru Usman ham UFCdagi eng katta nima deyiladi, kardio mashinalardan bittasi hisoblanadi. Lekin aytaman, bu yerda endi bu yeriga dixalka, albatta o'sha vnosность deydikmi, chidamlilik bor. Lekin udar, ya'ni zarbalarga qarshi himoya va zarbalarni qanchalik ko'p o'tkazib yuborish protsenti Colby Covingtonda ko'proq zarba o'tkazib yuboradi. U shunchalik o'zini zarba ko'tarish qobiliyatiga ishonganki, biladi, zarba o'tkazib yuborsa ham nokautga uchramaydi, zarba ko'tarishga ishonaman va raqibim qachondir baribir charchaydi deb boshlagan edi. Lekin Joaquin Buckley ham juda ham kuchli. Va Joaquin Buckleyning shunisi bor, to'g'ri, kurashchilarning ko'pini yengdi. Ko'p kurashchilarning kushondasi bo'ladi. Balkim shuning uchun ham Kamaru Usman bilan qo'yishgandir. Lekin Kamaru Usman boshqa band. Bu u jangchini oddiy jangchilar qatoriga qo'shmagan bo'lardim. Chunki u har bitta sizni hatto kurashchi bo'lasizmi, udarnik bo'lasizmi, zarbalarda zo'r ishlaysiz. Sizda eng zo'r joylar, nuqtalaringizni zaif nuqta aylantirib qo'yish qobiliyatiga ega. Endi bitta jihat bor-da, Bobur. Mana men o'sha Shonli Pride'da tomosha qilganman. UFC'ni o'sha ilk o'sha turnirlarini tomosha qilib borganman. Strikeforce. Fyodorni men shunday deb o'ylardim. Anderson Silvani shunday deb o'ylardim. Jon Jonsni shunday deb o'ylardim. Shunday. Endi hozir izohlab ketaman, misol.
Lekin Fyodor ham yutqizdi. Anderson Silva ham yutqizdi. Shunday. Jon Jons, Dominik Reyes bilan ko'rdingiz jangini. Thiago Santos bilan ham qiynalgan. Misol uchun qanchalik fakt keltirmaylik, ustunlik jihatini, plyus jihatlarini qanchalik misol qilib keltirmaylik, lekin o'shanga qarshi qurol topa olishganda. Shunday. Ya'ni qaysi holatda? Endi Jon Jonsda bunga qo'shmagan bo'lar edim. Bu fikrimga, ya'ni Anderson Silva bilan Fyodor. Ularda o'sha yulduzli o'nlari tugab borayotgan paytda ular qurol topa Shunday. oldi. Shunday. Kamaru Usman ham xuddi shu holatga kelib bordi. Yetib keldi. Aksincha Joaquin Buckley hozir zarajinda zo'r ko'tarilayotgan pik davri. To'g'ri, endi agar lekin bunday olib qaraydigan bo'lsangiz, haqiqatan hozir Joaquin Buckley juda ham yuqori darajada turibdi. Lekin UFC'da juda ham ko'p ko'rdikda. Mana chempionlik darajasidagi jangchilar bor. Chempionlik darajasiga o'xshaydigan jangchilar bor. Va o'sha chempion va chempionlikka o'xshaydiganlarni ko'tarib beradigan jangchilar bor. Men Joaquin Buckleyni ikkinchi toifaga, ya'ni chempionlik darajasiga o'xshaydigan jangchilarga o'xshatgan bo'lardim. Kamaru Usman to'g'ri, hozir oldingidek motivatsiyasi yo'q. Haqiqatan tushyapti. Lekin aytaman-ku, men bu yerda shunchaki jangchi sifatida texnikalarni solishtirib o'tdim. Aytganimdek, bu jang vaqtida har narsa bo'lishi mumkin. To'g'ri. Shunday bo'lasiz, tayyor chiqasiz, jangga stoyga turibsiz, o'xshamaydi. Hamma narsa o'xshamaydi. Joaquin Buckley ham jismonan juda ham baquvvat. Jismonan, lekin Kamaru Usman kurashga yiqitishga harakat qilmaydi fikrim bo'yicha. Bunaqa jangchilarni, ya'ni Buckleyga o'xshayotgan jangchilarni u birinchi o'ringa neytralizatsiya, ya'ni uni butun tanasini ishlamaydigan darajaga keltiradi deb o'ylayman. Va Kamaru Usman haqiqatdan jismoniy qobiliyati bunga nima deyiladi? Yordam beradi. Ya'ni jismoniy tarafdan Joaquin Buckley ko'p Colby Covington chista aytishimiz kerak, jismoniy tarafdan kuchlilik qildi. To'g'ri, Colby har doim janglarini kardiosi hisobiga olardi. Uni eng kuchli udarnik, qanaqadir bir jismoniy tarafdan zo'r yoki eng zo'r kurashchi deya olmaymiz. U shunchaki kardiosi bilan yutardi hammani. Lekin bu safar kardio ish berishni boshlaganda o'sha tana dosh bermay qoldi. Lekin Kamaru Usman umuman boshqa daraja. Umuman hattoki Hamzat Chimayevni 3-raundda boshlandi. 2 raund chidab bersa, Kamaru Usman 2 raund Joaquin Buckleyning zarbalariga, o'sha uni bosimiga, uni kutilmagan holatda beradigan har xil nima deyiladi, har xil trayektoriyadan zarbalari keladi uni oyoq, qo'l bilan. O'shanga chidab bersa, Kamaru Usman jangni oladi deb o'ylayman. Bitta savol sizga. Mana o'zingiz jangchisiz. Necha yildan beri o'sha oktagonda jang qilib kelyapsiz. Bitta savol. Sparring bilan rasmiy jangning qanchalik farqi bor? Sparringda faqat bitta maqsad bo'ladi. Travma olmaslik. Bo'ldi. Sparring shu. To'g'ri, endi odamning maqsadi bo'ladi. Ba'zi birlari yutish uchun chiqadi, sparringni yutaman deb chiqadi. Lekin musobaqani, jangni yutish hayajoni bilan sparring yutish hayajoni umuman boshqa narsa. Chunki jangda siz hayotingiz turibdi u yerda. U yerda chunki sizni mana shu jangga bog'liq bo'ladi. Yutish. Sparringda bugun yutsangiz, ertaga yana sparring qilib, yana uni urishingiz mumkin. Bu narsa har doim miyangizda bo'ladi. Bugun tayoq yesam, ertaga baribir buni uraman deysiz. Lekin jangda bu imkoniyat qaytib kelmasligi mumkin. Chunki men o'zim masalan Jahongir Jumayev bilan o'zimizning chempionimiz bilan bir marta jang qilganman, havaskorda. 30 sekund qolganda 1 ochko hisobi bilan yutqizib qo'ygan. Yutib turgan joyimda 30 sekund ichida oxirgi 15-20 sekund qolganda ochko olgan, mana bir balo o'tib ketgan, yutib qo'ygan meni. Va o'sha narsa bo'ldi, qaytib kelmadi shu imkoniyat. Ha, o'lmang. Mana endi oktagonni his qilish degan tushuncha. Xuddi shunday. Usmonda balandroqmi? Usmonda balandroqmi? Usmonda balandroq. Usmonda ayni vaqtda balandroqmi? Ayni vaqtda balandroq. Chunki qarang, Buckley hozir shunchalik nuqtasini, nazarini hozir boshqa joyga qaratgan edi. Shavkat Rahmonovga qaratgan edi. Umuman Usmon bilan urushni xohlagan edi. Lekin shunday bo'ladiki, men siz bilan urushkim keladi, siz bilan urushni orzu qilaman, lekin ichimda bilib turaman, siz urushmaysiz men bilan. To'g'ri kelmasangiz kerak deyman, lekin birdan siz kelib qolasiz menga. Hozir Buckleyda shunaqa shans. Usmon shunchaki nom hozir. Unga hech narsa bermaydi Usmon. Nom beradi faqat. Usmonni yutdi, bo'ldi, endi zo'r. Men bo'lsam, masalan, hozir Usmon birinchidan oldingidek motivatsiyasiga ega emas. Siz aytyapsizki, davri o'tdi. Usmonning davri oldindan o'tib bo'lgan. O'tib bo'ldi. Usmon qaytib chempion bo'la olmaydi. Buni siz ham men ham yaxshi bilamiz. Sog'lom sportga qiziqadigan, sport tushunadigan odam bu narsani yaxshi biladi. Lekin Usmon hozir nomi uchun, ori uchun jang qiladi.
qarang, oktagonni his qilish qobiliyati degan fikringizga ham qo'shilmayman, chunki oktagonni Bahs ketyapti o'zi mana. oktagonni his qilish qobiliyati bu rasmiy janglarda avj oladi-ku, ya'ni ko'tariladi. Kamaru Usmon qancha bo'ldi rasmiy jangda ishtirok etganiga? Aytaman, uni darajasidagi jangchilar 1 yil, 2 yil ushmay ketsa ham o'zini anonsini nima deydi, jangovar qobiliyatini saqlab oladi ular. Nimaga? Siz IQ ni aytyapsiz. IQ yashang. Ko'p narsaga IQ his qilishi, oktagonni his qarang. qilish deyapman. Aytamanki, mana siz aytyapsiz, Usmon ancha beri jang qilmadi. Lekin u trenirovkani to'xtatib qo'ydi degani emas. Mashg'ulotni olib boryapti. O'shaning uchun so'radim, sparing bilan rasmiy jangga yashang, qarang. U jang qiladigan jangchilar, siz qarang, har kuni trenirovka qilasiz, lekin umrida musobaqaga chiqmagan bolalar bilan. Men trenirovka qilaman, har kuni trenirovka qilaman, lekin siz musobaqaga chiqishga harakat qilib yuribsiz, qaysidir musobaqaga chiqasiz, lekin trenirovka qilayotgan bolalaringiz umuman musobaqaga chiqmagan bolalar. Lekin men musobaqaga chiqmay turaman, lekin bari musobaqaga chiqayotgan bolalar bilan trenirovka qilaman. Men ham oldin urushganman, siz ham oldin urushgansiz, lekin men sizdan ko'ra nima deyiladi? Chempionlik kalibrim ko'proq. Jangga chiqqanimizda o'sha bo'ldi. Bu mana bu sifatlar bor-ku. Sifatlar hammasi orqada qoladi. Hammasi janggacha bo'lgan narsalar hammasi orqada qoladi va aytganingizdek to'g'ri, oktagonni his qilish muhim. Unaqa darajaga bo'ladigan jangchilar, yangi jangchilar masalan oktagonni his qila olmay yutqizib qo'yishi mumkin. Lekin Usmonda chempionlik xarakteri bor. Endi men sizga birinchi planga oktagonni his qilish emas, chempionlik xarakterini chiqarib beraman. Baklida bunaqa narsa yo'q. Baklida taslim bo'lish qobiliyati bor. U taslim bo'ladi. Uni ishi o'xshashni boshlayvermasa, u har doim orqaga ketadi. Usmon shu narsani xohlaydi. Usmon namorat mana shu nima deyiladi, sapernigining ishini orqaga ketkazishga harakat qiladigan jangchi. Aynan mana shu nima deyiladi, harakatni kushondasida u. Xoh jismoniy harakat bo'lsin, xoh psixologik harakat bo'lsin. Siz Leon mayli nokaut qilgan bo'lsa aytadi, Leon Edwardsni eslang, ikkinchi jangini Kamaru Usmon bilan. Ko'zlarida nimani ko'rgansiz? Qo'rquvda, qo'rquv, zarba o'tkazib yubormaslik. Men nahotki, men 5-raund boshlanyapti, ustozi gapiryapti. Shuni ustoziga qarab turibdi, men bilaman-da, nahotki men hech narsa qila olmayman degan narsa bor. Va bitta imkoniyat bo'ldi. Bo'ldi. Kamaru Usmon boshqa imkoniyat bermadi. Bitta imkoniyat bo'ldi. Va keyingi jangni to'g'ri Leon Edwards topdi. Kalit topdi, lekin qanchalik topdi? Leon Edwards eng cho'qqiga chiqqan vaqti edi o'sha vaqt. Hozir tushdi, ya'ni Leon Edwards tushdi, lekin o'sha vaqtda Edwardsga teng keladigan yo'q edi. Mana shunday jang bilan yutdi Edwards Usmonni. Yana bitta savol sizga. Jangchini chuqur nokautga uchrashi, uni keyingi janglarga qanchalik ta'sir qiladi? Xo'p, psixologik birinchidan men sezdim. Masalan, Usmonni olib qaraymiz. Bakli ham nokautga uchragan. Chuqur nokautga. Chuqur nokautga. Uni chuqur nokaut bo'lmasa ham yaxshigina nokautga uchragan. Bilasizmi? Chuqur nokaut yoki sal nokaut deyarli ikkalasi bir xil narsa. Faqat qarang. Bu fikringizga ham qo'shilmayman. Yo'q, to'g'ri. Endi masalan, men nokaut bo'lmagan bo'lsam ham knockdown bo'lib ko'rgan odam sifatida aytaman-da. Haqiqatan ham bu nima desam sizga? Ikkalasini ham farq o'xshashlik tomoni bor. Nimaga? Usmon 3-jangida Leon Edwards bilan zarbalardan qo'rqqanligini sezdik. Hamza Chimayev bilan urushgan vaqtida ham udarlardan qo'rqqanini sezdik. Nimaga? Har urganida qo'rqishni boshlayapti. Lekin hozir to'g'ri Usmon hozir 3 ta mag'lubiyat ketma-ket ketyapti. Leon Edwardsdan 2 marta, Hamzatdan 2 marta yutqizdi. Ketyapti. Lekin hozir Usmon Hamzatdan 1 marta, Leon Edwardsdan 2 marta. Uzr. Va kalibr, nima deyiladi? Daraja boshqa. Bu yerda Usmonning darajasi boshqaroq. Men shuning uchun aytaman, Usmon harakat qilsa, men aytaman, biz shunchaki taxmin qilamiz. Jangda nima bo'lishini bilmaymiz. Shaxsiy subyektiv fikrimiz xolos. Men qachon o'zimni jangimga hattoki garantiya bera olmayman. Yangi bola bilan chiqsam ham yutaman deb aniq ayta olmayman, nimadir qilishimni aniq ayta olmayman. Hammasi yaratganning qo'lida. Albatta. Jang vaqtida har qanday narsa bo'lishi mumkin. Hattoki shu kun yutqizib beraman, mag'lubiyatga uchrayman deb chiqqan vaqtim o'xshamay qolishi mumkin. Yolg'onligini hamma bilib qolishi mumkin yoki boshqa narsa bo'lib qolishi mumkin. Lekin bu yerda men shunchaki kalibrni aytayapman. Usmonni bu yerda ming bor uzr so'rayman. Usmonni bu yerda darajasi yuqori va Baklini ko'rasiz, zararsizlantiradi. Baklida bitta imkoniyat, mayli ikkita deylik, nokaut va texnik nokaut, ya'ni jarohatlar. Qarang, Bobur,
Men Usmonni salohiyatiga, Usmonni darajasiga shubha bilan qarayotganim yo'q. Yana Haqqimiz ham yo'q bu narsaga. Albatta, muxlislarga bir oydinlik Men Baklini ko'tarib olyaptilar faqat. Misol, bu jangda Baklining imkoniyatini juda yuqori baholamayapman. Bu yerda jang qay tarzda bo'ladi, qanday g'alabada imkoniyat bor har ikkisida degan masala ketyapti. Misol uchun, men Bakli bu jangda aniq yutadi deyotganim yo'q. Usmanni bitta o'sha motivatsiyasi aytib o'tganingizdek bu qaytish jangi, or-nomus, bu o'zi aslida kimligini, qay darajadagi jangchi ekanligini ko'rsatish. Shunday. Va bitta jihat bor, UFC. Mana UFCni har xil, masalan, Paddy Pimblett janglarini ko'rgansiz, Sean O'Malley janglarini ko'rgansiz. Shu nuqtai nazardan agar o'sha jang to'liq davom etadigan bo'lsa, hamda Kamaru Usmonda biroz ustunlik bo'lgan taqdirda ham g'alabani Bakliga beravermasmikin degan tushuncha ham mavjud menda. Oxirgi paytlarda tan olishimiz kerak, agar UFCda zarbaga, ya'ni stoykada ko'proq ishlaydigan jangchilarga ko'proq imkoniyat berilyapti. Masalan, misol keltiramiz, Ramazon Temirovning vaznida ham Ramazon Temirovni hozir Aso Almabayev bilan qo'ydi. Nima uchun? Ramazonni yutishini xohlashyapti. Bu Asoga imkoniyat emas, bu Ramazonga imkoniyat. Ko'p masalan Karlos Pratosni qanday ko'tarishyapti 77 kiloda. Masalan, hozir Ian Garri Machado zo'r jang bo'ladi. U juda ham zo'r jang, ertaga jang bo'ladi. Mana udarniklarga ko'proq imkoniyat bor, chunki muxlislar shu narsa qo'pol qilayotganda muxlislar qonni xohlashadi. Ikkita erkak, katta erkak yalang'och bo'lib olib bir-biriga tushib olayotgani, endi qo'pol qilayotsa, muxlislar tiliga tushunmaydigan muxlislar tiliga aytganda, biz uchun siz bilan men tushunamiz bu narsani. Muxlislarga bu narsa qiziq emas, lekin UFC hozir shu narsani ko'taryapti. Bu jihatidan to'g'ri aytyapsiz. Chunki mana bunday bo'lgan taqdirida Baklining imkoniyati ko'proq, ya'ni tengroq jang bo'lganida. Lekin aytaman, Kamaru Usman shunchalik harakat qilishi mumkin. Men shu narsaga 90% ishonaman. Nima uchun Kamaru Usman yutadi deyman? Chunki neytralizatsiya qilsagina Kamaru Usman yuta oladi. Ochkolar bo'yicha Kamaru Usman yutadi deb o'ylayapman. Total ustunlik bo'ladi demoqchisizda, Usman. Dominировать qiladi, ya'ni dominant ustunlik bo'ladi klinchda. Kamaru Usman juda ham klinchda xavfli va udarniklar bilasiz, men o'zim udarnik sifatida bilaman. Zarbalarni yaxshi ko'radigan sportchilar klinchda juda ham yomon ko'ramiz. Chunki klinchda bizga raqibni ko'rish imkoniyati yo'q. Mana bundan avval ham aytib o'tdimki, mana bevosita muxlislarga ham shu fikrimni bildirib qo'yay. Aynan Kamaru Usman tipidagi jangchi Nasruddin Imomov bilan jangini ko'rdik. Aynan u ham Hokim Baklini. Yo'q, Kamaru Usman tipidagi Nasruddin tipidagi deyapsiz. Ko'rdik, u ham ushlab olishga harakat qildi, lekin bermadi. Juda ham qiyin jang o'tkazdi. Endi 84 kilogramda bu. Men aynan shunday jang kechadi degan fikrdaman-da. Shu nuqtai nazardan agar mana avvalgi fikrda ham aytib o'tdim, qo'shildingiz. Shu nuqtai nazardan agar jang to'liq davom etadigan bo'lsa, ochkolar hisobiga Hokim Bakli yutib ketadi degan fikrdaman. Xuddi shuni. Endi Imomov bilan Baklining jangiga qaytsak. Endi Imomov bilan Baklining jangiga qaytamiz. Endi qarang. Imomov bilan tipidagi to'g'ri. Imomov ham yaxshi ko'radi parterga o'tkazishni, jangni. U endi qarang, shu joyga e'tibor qaratamiz. Parterga o'tkazish va klinchda qiynash. Kamaru Usman raqibni qiynash uchun klinchga o'tkazish shart emas. Kamaru Usman parterga o'tkazish shart emas. Parterga o'tkazish. Uzr, men nimadir bo'lyapti menga. Charchabda endi musobaqada Kamaru Usman raqibni qiynash uchun parterga o'tkazish shart emas. Tyron Woodley bilan jangini eslang va boshqa janglarni eslang. Jorge Masvidalni eslang. Eng xavfli udarniklardan. Bu menimcha Baklidan ham xavfli udarnik. Masvidalda ham klinchda qiynadi. Klinch shunisi xavfli-da. Kamaru Usman to'g'ri biz zerikarli, o'tiraveradi. Oyog'ini tepib, oyog'ini bosib. Demoqchisiz-ki, o'sha setkaga olib borib oladi. Xuddi shunday. Setkaga olib boradi. Bo'ldi. Siz na chiqib keta olasiz, na u sizni yiqitadi. Na ura olasiz, na hech narsa qila olmaysiz. O'tirishga majbursiz, uni kutib. Chiqib ketgani qo'ymaydi. Ana shu tarafi xavfli. Men mana shunisi uchun ustunligini beryapman. To'g'ri, 2 raund xavfli Bakli. 2 raund. Men yana aytaman, Steven Thompson bilan jangni eslaymiz. Thompson deyarli imkoniyat bermadi Bakliga. Lekin 3-raundda adashmasam, bitta xato, bitta bakovoy. Bo'ldi, Steven Thompson qoladi. Umrida birinchi marta adashmas, yo'q, ikkinchi marta ekan, texnik nokautga uchradi. Ikkinchi marta. Lekin Usman bunaqa imkoniyat bermaydi. Chunki qarang, Usman hech qachon jag'ini mana bunday qilib qochmaydi. Jag'ini ko'tarib qochmaydi. Usman naborot kiradi, ichkariga kiradi. Thompson bunaqa qilib qochardi.
Thompson Endi bu qochadi. o'sha stilga ham bog'liqda. Stil, stil. Har qanday bizda masalan professional sportda o'tiradi ular jangga tayyorlanguncha 10 ta odam o'tiradi, jangini qo'yib qo'yishadi. Qanday? Santimetrgacha o'lchashadi. Bu jang zarba 10 qo'l zarba bergan vaqtda boshini qayerga egyapti? Zarba berishgan, kurashga kirgan vaqtda bu qanaqa harakat qilyapti? Qo'lini qayerga qo'yapti? Oyog'ini qayerga qo'yapti? Raqibni qaysi tomonga harakatlanyapti? Hamma narsasini santimetrgacha o'lchashadi. Tars plan tuziladi, doska yoziladi. Kurash kunida mana bu bitta hattoki masalan Shon O'Meyli bilan Merab Duvashvilining jangini razborini ko'ring. Shon O'Meylini bitta zashitasini, xatosini aytib beryapti. Sehudo adashmasam. Bitta himoyasini aytib beryapti. Yo'q, Sehudo emas. Boshqa jangchilar muhokama qilishda Sehudo o'rgata olardi deyishdi shu. Bitta xato, o'sha element. Bitta aytish, men даже shu narsaga e'tibor qaratmagan, o'shalar qaratishgan. Bitta xato, shuni deyapti, agar kuniga zalga 1 soatdan atrofga qilsa, 1 soatda o'rganib oladi. Qaytarishni. Tasavvur qiling. Kurashni emas, faqat qaytarish. Muxlis bu yerdan faqat kurashga kirdi, oyog'iga kirdi, yiqitdi. Yo'q, u yerda texnika bor. Harakat bor. Qanchalik harakat, qanchalik kuch berish, joyida sekinlashish kerak, joyida tezlashish kerak. Millimetrlar, bu ham ilm-fan. Shuning uchun ham UFCda Performance universitet ochildi. Bu ilm-fan darajasiga ko'tarishdi UFCni. Ramazon aytadi, "Vordik hamma narsani ilm-fan, hamma ovqatimizni gram-gramigacha o'lchab beradi." Shuning uchun ham aytaman, Usmonda endi hamma narsani qo'yildi. Bakliga aytdi, yoningga yaqinlashtirmaysan, kelgan vaqtda uppercut urasan, uni Kamar Usmonni bu tarafiga harakatlanasan, chunki chap tarafiga harakatlanasan, ochiq tarafga harakatlanasan, 10 cross bilan ushlab olish mumkin. Bu tarafga harakatlan. Xo'p, shu narsani qo'ydi. Usmonga aytdi, boshingni egib turib borasan, yaqinlashib borasan, qo'lingni tashlab borasan, klinchga qisishing kerak. Bo'pti, vazifa qo'yildi. Endi qaysi biri shuni realizovat qila oladi? Mana bunda gap. Ana endi bu yerda Kamar Usmonni shuning uchun ustun qo'yaman. Ana endi fikrimni tushuntira oldimmi? Yashang. To'g'ri jang. Boshqa Markxant aytganda bitta boshga o'dat tekkandan keyin hamma planlar uchib ketib qolishi mumkin. To'g'ri, lekin bu jang bo'lishi mumkin hamma narsa. Bilasizmi, Bobur, azbaroyi Kamara Usmonni g'alaba qozonishini istaganim uchun muddatidan oldin g'alaba qozonsin deyapman men. O'sha pachka bo'lmasin, ochkolargacha yetib bormasin, to'liq jang bo'lmasin. Chunki to'liq jang bo'lsa, haqiqatan agar u teng bo'y bo'ladigan bo'lsa, menimcha imkoniyatni baribir ko'tarilayotgan Bakliga berib yuborsa kerak degan fikrdaman. Bu yashang. Bu mana ana endi ma'lum nima deyiladi? Usmonni muxlis sifatida akamiz haqiqatan ham Bakligini minus taraflarini o'ylab yurgan ekanlar. Plus tarafini o'ylab yurgan ekanlar. Shunaqa bo'lmasin degan hodisa. Shunaqa do'stlar, qarang. Xullas mana ko'ramiz, kuzatamiz, mana tarixga muhrladik qaysidir ma'noda. Agar bu bahsligicha qoldi, ya'ni jang to'liq davom etadigan bo'lsa, g'alaba Xoakin Bakli tarafida bo'ladi. Bu meni fikrim. Aksincha to'liq jangda g'alaba Kamara Usmonda bo'ladigan fikrni Bobur. Meni fikrim bo'yicha Kamara Usmon ochkogacha, mana to'g'rilab qo'yaylik. Ochkogacha boradigan bo'lsa, meni fikrim bo'yicha 5 raund jang, 5 raund davom etadigan bo'lsa, Kamara Usmon yutadi. Xoakin Bakli nokaut bilan yoki texnik nokaut bilan yuta olishi mumkin. Endi aksincha Kamara Usmon ochkoga yutadi. Xoakin Bakli Kamara Usmon nokaut qiladi. Xoakin Bakli ochkoga yutadi deyaptilar. Ko'ramiz qani. Aslida endi ko'ramiz. Tashqi bir muxlislar, UFC'ni kuzatib boradigan, muntazam kuzatib boradigan muxlislarni tushunib turibman hozir. Bu o'zi UFC janglarini tomosha qiladimi degan fikrni bildirishadi ana. Lekin har doim ham o'sha vaziyat qaytarilavermaydi. Qachondir bu rekord buziladi. Aynan jang to'liq davom etadigan bo'lsa, bu safar rekord buzilishi aniq. Endi men sizga qarshi chiqaman yana bir marta. Aksincha UFC'ni kuzatib borgan muxlislar sizning fikringizga qo'shiladi. Nima uchun? Biladi ular, UFC shunaqa olamki, siz imkoniyat bermagan jangchingiz ham sensatsiya qilib yuborish mumkin. 1 yil ichida ko'tarib ketib qolish mumkin. Kim o'ylaydi, bir kickboksda chiqib yurgan Alex Pereira kelib UFC'ni afsonasiga aylanadi? Kim o'ylaydi? Hech kim o'ylamagan. Anderson Silvani rekordini uradi, bo'ldi. Ikkinchi Anderson Silva bo'ldi, bu Anderson Silvadan o'tib ketadi deb maqta yurgan Izrail Adesanya shunchalik pastga tushib ketadi, kim o'ylaydi? Albatta. Shunchalik yomon natijalarga qayd etadi deb o'ylamadim. Shunaqa do'stlar. Xullas, kanalni kuzatib boring. Biz bahsda hozir
Oktagonda ichki davom oktagon ettiramiz. bo'ldi aka, men chidolmayman, oktagonga taklif qilaman sizni. Tamam. MMAchi sifatida men o'zim fikrimda qolaman. MMA mutaxassisi sifatida siz o'z fikringizda qoling. Hozir bahslashamiz. Bo'ldi, bu yog'iga jang endi. Endi janglashmasak bo'lmadi. Lekin yaxshi urishaman men ham. Kuzatib olinglar.